Qurbonova, Parij Paralimpiya o'yinlari oltin medali sohibasiman. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Men ham sizlar kabi sho'x, shaddod, quvnoq bolajon bo'lganman bir vaqtlar. Ertalabda popkamni ko'tarib maktabga shoshib borardim. Darslardan keyin uyqusirab uyga qaytib kelardim. Men uchun har bir dars, har bir maktab kuni o'sha vaqtda juda ham quvonchli o'tardi. Qish kunlarida qorbo'ron o'ynardim, sinfdoshlarim bilan suhbat, darsdan keyingi o'yinlar, mashg'ulotlar men uchun juda ham qiziq bo'lardi. Juda ham orzularga boy qizaloq bo'lganman. Ya'ni kelajakdagi o'zimga qo'ygan maqsadlarim juda ham katta edi. Darsdan tashqari rasm chizish va huquqshunoslik darslariga juda ham qiziqardim. Katta bo'lganimda huquqshunos bo'lish mening eng katta orzuyim edi. Lekin 8-9 sinfda o'qib yurganimda hayotim juda ham keskin tarafga o'zgarib ketdi. Ya'ni jismonan imkoniyatim cheklanib qoldi. Lekin aqlan emas. Aqlim har doim hayotda nimagadir erishishga, nimagadir intilishga doim talpinaveradi. Ichimda bir cho'g' yonib turaveradi. Nimadir qilishim kerak, nimagadir intilishim kerak. Men bunday o'tib ketmasligim, ya'ni orzularim shunchaki sarobga aylanishiga hech qachon yo'l qo'ymasligim kerak. Shu intilish bilan harakat qilishni boshladim. Birinchi marta imkoniyatim cheklanib qolganda, qo'ltiq tayoqda yurishni boshlaganimda, baribir darslarga qiziqib, darslarga bormoqchi bo'lganman. Ammo lekin ko'chaga chiqqanimda, jamiyatni voy cho'loq kelyapti degan gaplarni eshitganimda, uydan chiqish umuman xohishi yo'qolgan. 2016-yili nogironlar, ya'ni imkoniyati cheklanib qolganlar uchun maxsus kasb-hunar kollejida o'qishni boshlab, ya'ni imkoniyatim cheklanib qolgandan keyin hayotda o'zimni kashf etish uchun harakat qilganimda, ustozlar tomonidan shunday gaplar bo'lgan. Ya'ni ustozlar, bir ikkita jamiyatdagi insonlar tomonidan nogironga kim qo'yibdi sport bilan shug'ullanishdi degan bir ikkita gap so'zlar bo'lgan. Bu juda ham ko'nglimga og'ir botgan. Ya'ni nogironsan, nima qilasan, diplomingni olganda uyingda o'tirgin degandagi gaplar bo'lgan. Ya'ni ertaga shug'ullanganing bilan hech narsaga erisha olmaysan degan gap so'zlar ham bo'lgan. Ammo lekin bu narsadan to'xtab qolmaganman. O'sha insonlarning gap so'zi uchun ham men isbotlab ko'rsatib qo'yishni xohlaganman. Ya'ni qo'lidan hech narsa kelmaydi, bitta nogiron bo'lsa nima keragi bor, uyda o'tirsin degan insonlar uchun ham men uyda o'tirmaslikni tanlaganman. ...2019-yilda O'zbekiston Paralimpiya terma jamoasiga qabul qilindim. Paralimpiya sporti men uchun juda ham katta yangilik edi. Chunki avval hech qachon bu sport haqida eshitmaganman. Ya'ni jismonan imkoniyati cheklanib qolgan bolalar ham sport bilan shug'ullana olishi men uchun juda ham katta yangilik edi. Bu sportga kirib kelganimda birinchi bor nayza, yadro, disk uloqtirish turlari bilan shug'ullanishni boshladim. Va kelajakda biror narsaga erishamanmi, erisha olmaymanmi, nimadir bo'ladimi? Bu savol meni juda ham qiynardi. Tunlari o'ylab yotardim. Biror nimaga erisha olamanmi o'zi? Biror narsa qila olamanmi? Menimcha har bir o'spirin bolani ichida bu savol bor. Ya'ni men kimman? Biror narsa qila olamanmi? Hayotda o'zimni topa olamanmi? Bu savol har birimizni qiynagan bo'lsa kerak. Lekin hech narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Nimagadir erishish uchun juda ham katta mehnat, kuch, iroda, sabr talab qiladi. Muvaffaqiyatga erishgan kunim esa, ya'ni olimpiadani yutganimda, arenada turganimda, davlatimiz madhiyasi yangraganda, bayrog'imiz balandlarga ko'tarilganda, mening ism familiyam o'qilganda, barcha qiyinchiliklarim ko'z yoshlarim bilan chiqib ketdi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Jismoniy imkoningiz cheklanganligi sizga hech qanday to'siq bo'lmasligi kerak. Lekin aksincha, siz jismonan ham sog'lom, ham aqlan, hamma joyi sop-sog' bo'lsa ham, siz hayotda nimadir sabab bo'lib, nimadir to'siq bo'lib, to'xtab qolmasligingiz kerak. Bizning davlatimizda har bir insonning, har bir fuqaroning huquqi teng. Xoh siz imkoniyatingiz cheklangan bo'lsin, xoh imkoniyatingiz cheklanmagan bo'lsin. Muhimi, siz o'z imkoniyatingizni cheklab qo'ymang. Ya'ni davlatimiz rahbari sizga yaratib berayotgan shart-sharoitlardan unumli foydalanib, hayotda yuqori marralarga erishing. Men sizlarga ishonaman. Albatta kelajakda juda ham katta insonlar bo'lasizlar. Orzularingiz uchun kurashasizlar. O'zingizni albatta kashf etasizlar.
Barchangizga omad tilayman.